kerak emas shaxloku. Hurmat, assalomu alaykum. Ustoz, bugun nima dars o'tamiz? Hozir men sizlarga telefoninglarni qanaqa qilib zaryadga qo'yish kerakligini o'rgataman. Malades o'g'mi, bilmaganimni qarang, ne tavba qildim. Molni yoqib o'tiraveraylikchi, bir gap bo'lib. Aha. Telefoninglarni zaryadga qo'ya olmay o'tirgan bo'lsanglar, ko'rib bo'lgan bo'linglar. Birinchi navbatda mana tokini, mana kallasini, mana rezitga bunday tiqasizlar. Menga qarang, kallasini qatga tiqasizlar deyapti. Eshitmadingmi sana? Ustoz, anoni kallasini qatga tiqasizlar dedingiz? Rezitga bunday tiqasizlar. Aha. Endi pasti bor. Pastini mana. Ani galovkasimi ustoz? Mana bu joyda tiqadigan joyi bor. Mana shu yerga tiqib qo'ysanglar bo'ldi. Ani teshikni mo'ljallab tiqib olsak bo'ldi ekanda, ustoz. Telefoninglar mana zaryad olishni boshlaydi. Ko'rib bo'lgan bo'linglar. Rahmat ustoz, joni sog' bo'lsin. Maza qildingmi? Nima deding, ha?